Salom hammaga, yaxshimisizlar? Hozirgi o'chirimimiz o'zingiz uchun bo'ladi. O'zingizni hayotingizda nimalar bo'lyapti va nima bo'lishi kutilmoqda, shu haqida o'chirim qilamiz. Bu общий расклад bo'ladi. Variant qilmaymiz, hamma o'ziga tegishlisini, keraklisini olsin. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim, shifoli o'chirim bo'lsin. O'zingiz uchun yakka o'chirim qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni tagida nomerimni qoldiraman. Undan boshladik. Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti hayotingizda? Mana ko'rayotgan o'rtoqlarimizning hayotida nimalar bo'lyapti va nimalar bo'lishi kutilmoqda? Nimalar bo'lyapti hayotida? Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Hayotingizda qandaydir xursandchiliklar, yaxshi kunlarni kelishi, 4 kun yoki 4 soat ichida kim bilandir ko'rishishingiz, uchrashishingiz, u bilan xursandchilik qilishingiz, kimlarnidir to'yi bo'lyapti, qandaydir nikoh, chodir ostida to'y, xursandchiliklarni ko'rsatyapti kartalarimizda. Kimnidir kutayotgan bo'lishingiz mumkin, kimnidir kutayotgan bo'lishingiz mumkin. O'sha kutayotgan insoningiz sizga qandaydir sovg'a salom bilan nima deydi, siz tomonga harakatini boshladi deyapti, harakatini qilyapti deyapti. Siz tomonga sovg'a salom bilan, mehri bilan, tuyg'ulari bilan kelishini ko'rsatyapti. Kimni kutayotgan edingiz, kutayotgan insoningiz bilan ko'rishishingiz, uchrashishingiz 4 kun yoki 14 kun ichida u bilan nima deydi, aloqalaringizni yaxshi tomonga tikkalashingizni kartalarimiz ko'rsatyapti. Nimalar bo'lyapti? Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Hayotingizda kimdir birovni qattiq sog'inyapsiz, o'sha insonga talpinyapsiz. Bu yerda qandaydir turmush o'rtog'ingiz bo'ladigan bo'lsa va undan tashqari aqlingizda yana kimdir bor. O'sha insonni qandaydir o'ylayapsiz, ko'proq sog'inyapsiz, ko'proq o'ylayapsiz. O'sha insonni yo'lini ko'proq kutib o'tiribsiz. Bu hammaga ham tegishli emas, hamma o'ziga keraklisini olsin. Va qandaydir kommentariyada negativ yozmang. Kartada nima chiqsa, o'shani o'qib berishga harakat qilyapman. Va bu yerda kimdir birovni qattiq sog'inishda, yo'liga termalab turibsiz. Qandaydir ba'zi bir o'rtoqlarimizni sog'lig'ida ham ozgina muammo bo'lishi mumkin deyapti. Sog'lig'ida ozgina muammo bor. Bu nimadan deganda qandaydir amal ta'sirida sog'lig'ingiz ozgina yomonlashib qolgan. Bu ko'proq erkaklarimizga taalluqli deyapti. Hayotingizda nimalar bo'lishi bor? Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Qandaydir bu yerda hayotingizda siz go'zalligingizni, chiroyliligingizni, hamma narsangiz o'zingizga yetarliligini ko'rsatyapti va bu yerda ayol kishilarimizni hayotida ikkita inson borligini kartalarimiz ko'rsatyapti va bu yerda ayol kishilarimiz ko'proq ikkilanishda, ikki yo'lni orasida nima qilishlarini bilmay, qaysi bir insonni tanlashi bilolmasdan o'tirishibdi. Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Ko'proq illyuziyaga berilib ketyapsiz va o'sha berilayotgan illyuziyaga, xom hayollaringizga o'zingiz ham ishonmayapsiz. Ko'p xom hayol qilyapsiz, ko'p o'ylab o'tiribsiz. Qandaydir yosh energiyadagi insonni o'ylab o'tiribsiz. Bu o'zingizdan qandaydir 1 yoshga yoki 2 yoshga kichkina bo'lishi mumkin yoki oylikka kichkina bo'lishi mumkin. Bu inson ham sizni yaxshi ko'ryapti, tuyg'ulari bilan siz tomonga kelishini o'ylab o'tiribdi. Sizni yaxshi ko'rar ekan bu inson. Siz kimni o'ylayapsiz? Turmush o'rtog'ingizdan tashqari kimdir birovingiz bormi? Xufiyona ko'rishib, uchrashib, gaplashib yuradigan insoningiz bormi? Bu hammaga ham tegishli emas. Kim o'ziga ko'rayotgan bo'lsa, o'zi biladi buni. Va o'sha inson ham sizni yaxshi ko'rishini, sizni sog'inganligini, siz tomonga qadamini bosishini ko'rsatyapti. Sizga yaxshi ta'riflarni beryapti bu inson. Chiroyligim, qandaydir mehribonim degan o'zini yaxshi ta'riflarini berib o'tiribdi sizga. Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Qandaydir ozgina kimnidir kutib qolyapsiz yoki pul yoki o'sha aqlingizdagi insonni kutishda o'tiribsiz. U inson keladimi deganimizda qandaydir 7li raqamlarda sizga qaytishini yoki telefon qilishini yoki SMS yozishini kartalarimiz ko'rsatyapti. Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Kimnidir sevyapsiz?
kimnidir sevyapsiz, bu xufiyona sevgi deyapti. Qandaydir kimnidir sevyapsiz, yaxshi ko'ryapsiz, unga nisbatan tuyg'ularingiz bor, mehrlaringiz jo'shib ketyapti. U inson bilan ko'rishishingizni, uchrashishingizni, u inson ham sizni sevishini, yaxshi ko'rishini aytyapti. 7li raqamlarda u inson bilan ko'rishib qolish ehtimolingiz bu yerda yuqori tushyapti. Chunki bu inson ham sizga kelyapti, deyapti kartalarimizda. Va hayotingizda nima bo'ladi? Hayotingizda nima bo'ladi? Yo'liga termilib turibsiz, yo'liga termilyapsiz, qarab o'tiribsiz. Nima bo'lishi bor hayotingizda? Nima bo'lishi bor? Nima bo'lishi bor hayotingizda? Nimalar bo'ladi? Hayotingizda o'sha ikkita inson bor. Biriga mehrni ko'proq beryapsiz-da, biriga mehrni ozroq beryapsiz. Qandaydir aqlingizdagi insonga mehrni ko'proq beryapsiz, yoningizdagi insonga mehrni ayab o'tiribsiz, deyapti bu yerda. Ozgina xiyonatlar bor bu yerda. Ayol kishilarimiz tomonidan ozgina xiyonatlar bo'lyapti, oilaga nisbatan, deyapti. Yolg'onlar bo'lyapti va nimalar bo'lishi bor hayotingizda? Hayotingizda nimalar bo'lishi bor deganimizda, bu yerda hayotingizda oilada ham qandaydir aqlingizdagi inson bo'ladigan bo'lsa ham, u insonlar bilan munosabatlaringiz ikkala tomonda ham yaxshi holat, deyapti. Hozirgi paytda aqlingizdagi inson bilan ko'rishyapsiz, uchrashyapsiz va oilada ham tinchlik, xotirjamlik, yaxshi kunlar, deyapti kartalarimizda. Va hayotingizda bitta karta olaman. Nima bo'lishi bor hayotingizda? Nima bo'ladi? Nima bo'ladi hayotingizda? Nima bo'ladi? Hayotingizda nima bo'ladi? Hayotingizda qandaydir sizdan ketgan narsalar siz tomonga qaytib kelishi bor, deyapti. Siz xursand holatda bo'lyapsiz. Sizdan nima ketgandi? O'sha narsalar pul, munosabat, aqlingizdagi inson, turmush o'rtog'ingiz nima ketgan bo'lsa yoki siz o'zingiz o'sha narsalardan ketgan bo'lsangiz, uzilib qolgan bo'lsangiz, o'sha narsalar siz tomonga yana qayta kelishi bor, deyapti. Bu yerda qandaydir farzand kutayotgan o'rtoqlarimiz bo'lishi mumkin. Sizga qandaydir shu bu yil yoz oylarida farzandli bo'lishingiz ham kartalarimiz aytyapti. Farzandli bo'lishlari ham mumkin, deyapti bu yerda. Rahmat hammaga.